Aziz opa singillarim, mana hozir o'zimizni Gangani yonida, 2-etajda Dilraboxonning ajoyib mana shu go'zallik saloni bor. Mana shu yerga kelib men albatta xato qilmagan ekanman. Dugonam Faridaxon shu bugun menga surpriz qildilar. O'rtoqjon kelmasang bo'lmaydi, mazza qilasan dedi. Haqiqatan ham mana hozir yuzlarim mazza qilib dam olib, qarang, yumshoq o'zimni yuzimmi boshqa qizlarning yuzimi bo'lib qoldi. O'zim o'rgilay, hammanglarni men taklif qilaman mana shu salonga. Dilraboxonda qo'li gul, sehrli ekan haqiqatan ham. Hozir bir sehrladi, mana biz boshqacha bo'lib qoldik. Albatta har bir ayollarimizga, qizlarimizga, hoji onajonlarim hammalaringizga kerak, chunki mana asab tizimlarimiz dam olar ekan. Hozir men dam olib, ular muolajasida mazza qilib uxlab qoldim. Tushlarimda bir yoqlarda yuribman mazza qilib. O'rgilaysizlardan albatta kelasizlar. Gangani yonida 2-etajga shunday chiqasizlar, Dilraboxon desanglar deydilar. Mazza qilib kelib dam olib ketdinglar. Hammamiz uchun kerakli, sog'lig'imiz uchun kerakli muolaja bu. Sizlardan men sizlarga mana shu olgan muolajalarimni hammasini sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Mana yana bu yerda bitta narsa bor, Faridaxon, sirli sovg'a. Dilraboxon hozir bizga uyga borganinglarda ochasizlar bu sirli sovg'ani. Endi uyga borib ochamiz. Sizlar ham kelsanglar sirli sovg'aga ega bo'lasizlar. Bo'ptimi? Juda ham kerakli sovg'a, ayniqsa ayollarga. Ayniqsa hammamiz uchun kerakli. Kelinglar, taklif qilib qolamiz. Taklif qilib qolamiz. Sovg'aga albatta ega bo'lib ketasizlar. Kayfiyatlar ham ko'tariladi. Lekin ayollarga sovg'a yoqadi-yu, bizga ham yoqdi. Juda yoqdi-da. Tezroq uyga boraylik, ichidagini ochaylik. Omon bo'linglar. Sog' bo'linglar.